Sizga tepteli sho'rva qiziqmi yoki julian somsasi? Bu video yosh qizlarimiz va kelinchaklarimiz uchun. Tepteli sho'rvasini tiniq chiqishi va julianning nachinkasi sochini chiqishini bitta videoda ko'rib olasizlar. Tepteli sho'rvasidan boshlaymiz. Piyozni maydaroq qilib to'rab, bir cho'mich yog'da tillarang qilib qovurib olamiz. Ketidan sabzini kichikroq bo'laklarga bo'lib olamiz. Piyozga sabzini baravar qo'shib qovurganimizda sabzini ham shirasi chiqib, ovqatimiz yana ham shirali bo'ladi. Kartoshka va qizartirish uchun tomatni solib, biroz qovuramiz. Tuz va lavr bargini solib, qaynab turgan suv solamiz. Sho'rvamizni pastroq qilib qaynatib chetga olib, julianning nachinkasini boshlaymiz. Bir cho'mchoq mayda to'g'ralgan piyoz va qo'ziqorin. Piyoz bilan baravar qo'ziqorinlarni ham qovurishni boshlaymiz. Qo'ziqorinlar qovurilguncha tovuq filesini mayda qilib to'g'rab olamiz. Tovuqning suvlari chiqib ozroq qovurilguncha frikadelkani boshlaymiz. Qiymaga mayda to'g'ralgan piyoz, guruch va bir dona tuxum, tuz va ziravorlar bilan yaxshilab urib pishitamiz. Frikadelkalarni yasab morozelkaga qo'yamiz. Julianning xamiri uchun stakanga falgani o'rab, xuddi shunaqa qolipchalar yasab olamiz. Nachinkasi tayyor bo'lganda xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Xuddi shunaqa slayonni xamirni olib yupqa qilib yoyib, qolipimiz chetidan shunaqa o'rab tugib chiqamiz. Chetiga tuxum sarig'i va kunjut sepib, 180 gradusga 15 daqiqaga jo'natamiz. Tayyor pishgan nachinkamizga esa 3 qoshiq qaymoq solib 10 daqiqa dimlaymiz. Frikadelkalarning eng asosiy siri esa suvda biroz qaynatib olib, keyin ovqatga qo'shamiz. Pishguncha shirasi shu ovqatga chiqadi. Xamirimiz tayyor nachinkalardan solib, ustiga sir solib, xohishga ko'ra bezatamiz. Bugun iftorlik uchun tepteli sho'rva va julian tayyor. Yoqimli ishtaha. To'liq retsept esa kommentariyada.